Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Ramazon hayiti qanaqa qilib Turkiyada nishonlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Ozgina bo'lsa ham tushuntirib bermoqchiman. Bilasizlar, turklar juda ham nonushtalarni yaxshi ko'rishadi, lekin Ramazon oyida nonushtaga unchalik e'tibor ko'rsatilmaganligi uchun hayit ayyomining birinchi kuni kattalarning uyida nonushta tayyorlanib, hamma birgalikda nonushta qilishadi, lekin qaynona qaynatam bizarnikida bo'lganliklari uchun bu yil bizarning uyimizda yig'ilishga qaror berishdi hammaligi. Ko'plar kelib qo'llarini o'pganligi uchun pul beriladi. Eng katta oilada kim bo'lsa, u pul berishi kerak. Turkiyada har doim, har yili to'g'rirog'i eng katta muammolardan bittasi xotinlar kim ota-onasini uyiga birinchi borish to'g'risida har doim, har yili urushishadi, talashishadi. Ko'plar asosan erkak kishining ota-onasini uyiga borishadi. Keyin esa mahallaning eng kichkina bolachalari kelib, "Iyi bayramlar" deb har bitta eshigiga borib, shokolad so'rashadi. Xuddi bizda Ramazon oyida hamma Ramazon aytib keldim eshigingizga deb aytishadi-yu, xuddi shunga o'xshagan narsa kelishib, hammaning uyida shokolad yig'ishadi va yig'gan shokoladlarini o'zlarini oralarida bo'lishib olib, o'tirib yeyishadi hammasini. Juda ham ajoyib odatlardan bittasi. Unurbek qarindoshlari hammaligi Istanbulda yashaganliklari uchun, bizda esa Ko'jayli Darija tarafda bo'lganligimiz uchun nonushtaga hech kim ulgurmadi va Istanbulda juda ham katta probka bor edi. Nonushtadan keyin hamma sekin-asta galma-galdan kelishni boshladi. Nonushtadan keyin kelgan mehmonlarga 3 xil narsa tayyorlash kerak. Kechki paytga kelganlarga esa ovqatlar bilan kutib olish kerak bo'ladi mehmonlarni. Bitta shirinli, bitta tuzli, bitta pirog pishirish kerak bo'ladi. Kechki paytga esa ovqatlarni o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Turkiyada O'zbekistonga o'xshab hashamatli stollar tayyorlanmaydi. Har doim ozgina narsalar tayyorlanadi va hech narsa uvol bo'lmaydi. Hamma narsani alohida stolga qo'yishadi. Ovqatlardan keyin stolni yig'ishtirib olib, shirinlikka o'tiladi. Shirinlikdan keyin hamma narsani yig'ishtirilgandan keyin mevaga o'tiladi, keyin choy, keyin kofe, xullas hammasi birdaniga stolda bo'lmaganligi uchun xuddi kam narsa bilan kutib olgandek tuyuladi har yili. Va kelgan mehmonlar ham uydagi kichkinalarga qo'lini o'pganligi uchun pul berishadi va bolajonlar u kuni hammadan pul yig'ishadi. Birinchi marta bu yil hammadan pul yig'di, urf-odatlarni o'rgandi, qo'l o'pish nimaligini ham tushunmasdi, lekin bu yil o'zini ancha eplab yurdi. Hattoki shokoladlar yig'ishga ham mansiz chiqdi. Agar Unurbek ota-onalari bu yerda bo'lmaganida, hamma kattalarni ziyorat qilgani biza borishimiz kerak bo'lardi. Ko'rganinglarda Unurbek "Men ham qo'lingni o'pa qolay" deb aytibdilar hazil qilib. Keyin esa Nargiz opamlar qaynonamlarning sochlarini kesib qo'ydilar. Shu bilan hammaligi uyga ketishdi. Videoni ko'rib zerikib qolmadinglar degan umiddaman. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.